Insonning qalbida bir bo'shliq bo'ladi. Uni na mol to'ldiradi, na farzand to'ldiradi, na mansab to'ldiradi, na obro' to'ldiradi. U bo'shliqni faqat iymon to'ldiradi. U bo'shliqni faqat Allohning zikri to'ldiradi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'lingiz kim? Qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Agar shu zikr bo'lmasa, shu insonning qalbida iymon bo'lmasa, uni qalbida mana shu bitta bo'shliq doim turaveradi va hech qachon hayotidan u xotirjam bo'lmaydi. Doim shikoyat oladi. Hamma yoq zo'rab tursa ham shikoyat olaveradi. Chunki uni qondiradigan iymon, Allohning zikri yo'q. Ey odam bolasi, meni izlagin, topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topmasang, hamma narsani yo'qotding. Men sen uchun hamma narsadan sevimliman. Hamma narsadan sevimliman.